O'rtoqlar bizdan ko'pchilik student serialning ikkinchi faslini olishimizni so'radi, lekin bizga ozgina motivatsiya yetishmayapti. Chunki bizani podpischigimiz hali endi 600 mingdan oshdi. Agar shuni podpiska bosib 1 million qiladigan bo'lsak, biz student serialning ikkinchi faslini chiqaramiz. Ssenariyni o'qidim, ssenariy tayyor, juda ham zo'r chiqqan. Kutinglar 1 million bo'lsanglar qo'yib yuboramiz. Bo'lalar, ko'p kishi kanalimizga obuna bo'lmay kuzatyapti ekan. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar juda ko'p. Men aniq ayta olaman, bu galgi mavsum juda qattiq bo'ladi. Bilmadim, balkim bordir. Bu yo'nalishdagi ssenariy hali O'zbekistonda bo'lmagan. O'shuning uchun hozir obuna bo'linglar, o'rtoqlarga jo'natib, obunani bosib qo'ysanglar o'rtoqlar, student seriali ikkinchi faslini chiqaramiz. Biraz ishlayaptim. Bo'lalar, to'g'risi student serialining ikkinchi fasli chiqishini men ham juda xohlayapman. Birinchi fasli juda omadli kelgan, aynan menga ko'chada kim ko'rsa ham student serial qachon chiqadi, yana chiqadimi degan savollar juda ko'p. Uydagilarim ham, qarindoshlarim ham, begonalar ham mana bunday qilib so'rashadi. Chiqadi deb mana oxiri yetib keldik. Xudo xohlasa, sizlarning yordaminglar bilan student serialining ikkinchi faslini olmoqchimiz. Bizga obuna bo'lishinglar kerak. YouTube kanalimizga obuna bo'lmay kuzatish bo'lmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa, student serialining ikkinchi fasli chiqadi. Siz gapirib bo'ldingiz. Azizlar, student serialining ikkinchi mavsumi boshlanyapti. Biz ikkinchi mavsumni bo'ladi deb o'ylamagandik. Ayniqsa aktyorlar xabarimiz yo'q edi. Xudo xohlasa, bizdan katta narsa kutsanglar bo'ladi. Ishonch bilan harakat qilamiz sizlarning ishonchinglarni oqlash uchun. Endi nima bo'lishini men ham bilmayman, sizlar ham bilmaysizlar. Faqat Umid aka bilsa kerak. Ssenariyni hali men o'qib chiqmadim. O'qib chiqdim aytgancha. No, okey, uning uchun sizlar podpiska bosishinglar kerak. Biz уже syomkalarni boshlaymiz va shu biz syomkani boshlarsak, bugungacha obunani 1 million qilib qo'ysa, chiqaraveramiz. Da, конечно. Agar 1 million bo'lmasa, ushab turaveramiz-da montajda, to'g'ri? Конечно, montaj qilamiz, ushab turamiz, deb so'z chiqarmaymiz. Endi sizlar ham bizga ozgina motivatsiya beringlar o'rtoqlar. No, okey, mazgili. Ko'rasizlar, ustimdan prikol qilishyapti. Serialda ko'rishguncha, taginali. Iloji boricha qo'limdan kelgancha tifarli qilishga harakat qilaman. Bu safar bunaqa rolingiz emas, bu safar taqsir. To'g'risi, ikkinchi sezon bo'lsa ham men chiqmayman deb o'ylagandim. Lekin chiqarishda baribir harakat qilamiz endi. Bolalarni jarlikdan o'chib ketgan. Student serialining ikkinchi faslida men ham rol o'ynayman. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi faslning birinchi qismi o'shanda tezroq chiqadi. Xo'p, to'g'risini aytadigan bo'lsak, student serialni ssenariysi tayyor, faqat olish uchun bo'layotganimda ozgina motivatsiya kerak. Shunga podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolisa 1 millionga chiqsak, serialni efiriga uzatamiz. Juda ham o'zimga yoqdi, o'zimning ko'nglim to'ldi. O'sha uchun nima deydi, juda ham zo'r narsa chiqadi. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizdan esa tez kunlarda serial bo'lib qoladi.